Butun respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotgan gimnastikaga ilk qadam musobaqasi viloyatimizda ham uyushqoqlik bilan o'tkazildi. Tuman bosqichlarida munosib ishtirok etib saralanib kelgan tarbiyalanuvchilar bugun viloyat bosqichida o'z imkoniyatlarini sinab ko'rmoqdalar. Davlatobod tumanidagi sport maktabi mezbonligida o'tkazilgan musobaqada 6-7 yosh toifasidagi jami 24 nafar o'g'il-qizlarimiz birinchilik uchun o'z imkoniyatlarini namoyon qildilar. Sportchilarimiz 3 daqiqalik chiqishlari davomida ularni tomosha qilayotgan xayrixohlarga ko'p yillik shodiyona bag'ishlay oldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Tadbir davomida o'zining imkoniyatlarini yaqqol ko'rsatib bera olgan hamda iqtidorli sportchilar saralab olinib, Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi tomonidan munosib taqdirlandi. G'oliblikni qo'lga kiritgan musobaqa ishtirokchilari esa keyingi bosqichga yo'llanma olishdi.